Assalomu alaykum, mana hurmatli obunachilar. Bugun kelsam, mana ichida mana bunaqa bitta mana qani ichida yotishgan ekan, mana yashovchi deb ikkitasi o'lib. Nimagaki mana hayvon boqmagan. Mana hozir ana ko'rasizlarmi? Men nima qilyapti? Hozir nima qildim? Mana ikkita yashil kondalangiga qo'ydim. Mana eshigini olaman. Bularni nima qilsam? Hop. Hayvon. Endi bechora bolalarni olaman. Tashib yuramiz ichiga mana. Sekin olib solib qo'yamiz. Onasini sarpancho bo'lib tushib olishadi. Bechora bola qorni och. Hayvonlarda vaqtlarda mehr kuchli. Vaqtlarda mehr yo'q. Bu hayvon dedilar. Endi nima deydi, anaqa qilaman degan odam kecha soat mana qochib chiqib ketyapti bu it. Mana bu shuni ham qo'yib yuboring. Shuni ham hozir qo'yib yuboramiz. Shuni sen nima qilarkan? Tush. Mana nima bo'ldi? Qayerqa borasan? Aylanib ham o'rgilib ham emizor shu bola bechoralar. Mana. Agar ininglar mana shunaqa bo'lsa, yo'q, baribir qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu xil narsalar bilan baryer deydim. Yopib qo'yinglar mana. Haqqa boradi. Emizasan baribir. Biz ham shu narsadan bilmadik. Mana hozir kelib, kecha soat 2 dan oshdi. Bir ish bilan keldim quyonxonamga. Qarsam shu ahvol. Men buni ham hozir shuna qilib qo'yganman. Mana bular bechoralar bolasi ana. Qorni to'ydida endi uxlab ketadi-yu, qorni to'q odam uxlaydi. Hayvon ham shunaqa narsa ekan. Mana bular. Bular hali kichkina dedim, chunki bular 10 kunlab farqi bilan tug'ilgan, nima bular bilan. Mana yangi ma'lumot. Mana shu obuna bo'lib qo'ysanglar, mana yangi bilmagan qirraylar chiqib kelaveradi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolisi. Mana bo'ldi, boshqa iloj qolmadi. Mana shunaqa qilib 2 kun boqsa, qo'yvar. Mana mehribon deyurdim. Mehribon kitib teshga qo'yganman. Malades. Chunki ko'p tuqqan, yaxshi qarotdi. Ustiga puxi ham zo'r bo'ldi. Unisiga qarash kerak emas ekan. Puxichimni olib, qo'lni ko'tarib, qonni to'qmi, ochmi o'zimda seziladi. Og'zini semizligi. Paypatcha qilib qonnini. Mazza qilyapti bechoralar. Usti chiqib ketganini qara. Bo'ldi, boshqa iloji yo'q. Boshda tipirchilaydi, qo'rqmanglar, o'lib qolmaydi. Taninglar sog' bo'lsin. Bitta like ayamanglar, mana sizlarga shuncha nima deydi ma'lumot. Kechasi bo'lsa ham videolarga olib, mana foydali bo'lsin deb. Kimdir ko'rib, mana shu quyonlar o'lib ketadi-yu. Onangni nimaga shunchasi o'lib qoldi deydi. Bozorda ham amaki ketyapti, hammasini bolasini o'ldirib qo'yapti. Unga qarab turish kerak-da, hech hayvon o'zi qaraydi emas. Voydod, nima bo'ldi ekan? Yaxshimi-ki? Mana, endi yaxshi. Mana hamma quyonchi ham ko'rsatolmaydi. Obuna bo'lib qo'yaveringlar. Yotishini qarang mana, joningdan. Anaqa baryer nima deyapti, anaqa to'suq.